Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Do'stlik haqida. Do'stlik inson hayotini mehr muhabbatga va unsi ulfatga to'ldirdi. Inson hayotini baxt saodatga, xushallik cho'mdirdi. Do'stlik diniy qarindoshlikningki bir turi. Ya'ni diniy qarindoshlikningki eng go'zal suratda aks etishi. Dini qarindoshlik, imoniy qarindoshlik bu shar'iy talab, ya'ni shariatda asosi bor. Shariat shuni bizdan talab qiladi va yuksak g'oyadan iborat. Shunga islom qarindoshlikqa, do'stlikqa alohida ko'ngil bo'lgan. Va islom bu prinsipni diniy qarindoshlikni, do'stlikni buzadigan barliq ishlardan, buzg'unchi narsalardan himoya qilgan, qo'g'dagan. Do'stlikni qo'g'dashga kapolatlik qiladigan vositalarni yo'lga qo'ygan. Masalan, hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Kishi do'stining dinida bo'ladi. Shunga beringlar kim bilan do'st bo'layotganligiga qarasin. Qur'on Karim tarix batlariga eng katta payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan katta bir do'stlikni, suhbatni mangulik qilib qoldi. "İz yaqulu li sahibihi la tahzan innalloha ma'ana." O'z vaqtida u hamrohiga qayg'urma, g'amkin bo'lma, Alloh biz bilan birga dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu beg'ishlash, qurbonlik berish va samimiy sadoqat, muhabbat bilan bu sharafga erishdi. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhuning bu sadoqati, bu do'stlik haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: "Alloh subhanahu va taolo meni sizlarga payg'ambar qilib avatdi. Sizlar meni yolg'on aytding, yolg'onchi dedinglar. Abu Bakr radhiyallohu anhu-chu rost aytding" dedi. Va menga o'zining jini bilan, meli bilan yordam berdi. "Fahal antum tariku li sahibi?" Hamrohimni qo'yib yutamsizlar deb ishqatim dedi. Fama uziya ba'daha, undan keyin aziyatga uchrab baxmadi. Sahoba kiromlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga suhbatdosh bo'lishdan iborat bu sharafga erishdi. Sahihul Buxoriyda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Kishilarga shunday bir zamon keladi. Kishilardan bir to'p kishilar jihodga chiqadi. Ular ichinglarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahoba bo'lganlar bormi?" deydi. Ular shunday deb javob beradi. Ularga fathi, nusrat berildi. Ondan yana bir zamonlar keladi. Bir turkum kishilar jihodga chiqadi. Ularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan suhbatdosh bo'lganlar bormi? Keladi. Ular shunday deydi. Ularga yana fathi beriladi. Ondan yana shunday bir zamonlar keladiki, bir turkum kishilar jihodga chiqadi. Ularga sizlarning ichinglarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarininki suhbatdoshlariga suhbatdosh bo'lganlar bormi? deyiladi. Shunday deydi. Ularga ichiladi. Fathi berildi. Musulmon kishi har qanday ahvol ostida, mayli qiyinchilikda bo'lsin yoki ozodchilikda bo'lsin, do'stga ehtiyojli. Qiyinchilik vaqtida do'stining yordamiga erishalaydi. Ozodchilik vaqtida do'sti bilan ulfatlashalaydi. Yolg'iz qolmaydi. Mo'min qarindoshlar bilan kuchlidir. Qarindoshlar bilan ko'p hisoblandi. O'zi yolg'iz qolsa-chu, oz hisoblandi. Masalan, bir chiroq boshqa chiroqlar bilan yo'lni texmi bak nurlantira oladi. Ammo bir chiroq mayli qanchalik nur chechishdan qat'iy nazar, ba'zi chog'da uning nuri o'chib qolishi mumkin. Inson bo'lganmiz, biz g'aflatdan xotirjam emas, ba'zida g'aflat qilamiz. Shunga g'aflat qilgan vaqtimizda bizga eskartish beradigan do'stga ehtiyojimiz bor. Kamtiklikdan xoli emasmiz. Kamtikligimizni to'liqlaydigan do'stga ehtiyojimiz bor. Aqlli inson aqli to'liq bo'lgan, hikmatga to'lgan kishini do'st qilib tanlaydi. Chunki xohlagan do'st insonga yordamchi bo'la olmaydi.
İchkavak do'stlikqa kelsak, bu shaxsiy manfaat ustiga qurilgan, ma'lum bir manfaat ustiga qurilgan do'stlikdan iborat. Bunda do'stlik biror ish yuz bergan vaqtida uningki asosiy tavrab qoladi. Uning yolg'onchilik oshkorlandi. Ya'ni siz beshingizni kun tushganda, kim sizning haqiqiy do'stingiz, kim sizning do'stingiz emas, bu chaqda abdi beshirsi echiladi. Chunki bundaq do'stlik mustahkam asos ustiga va samimiy, muhabbatlik do'stlik asosi qurilmagan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yomon hamrohdan, yomon do'stdan Alloh sig'inib panoh tilagan va mundaq degan: Allohumma inni a'udzu bika min yawmis su va min laylatis su va min sa'atis su va min sahibis su. Ey Alloh, men o'zingizga sig'inib yomon kundan, yomon kechidan, yomon soatdan va yomon hamrohdan panoh tilayman degan. Shundoq inson haqiqatan ba'zi chaqda qiyin bir sharoitlarga duch keldi. Yolg'iz qoladi. Shuning bilan yo'lda o'ziga xo'shalik ata qila oladigan, tasalli beradigan, omonatdor, uningga samimiy sadoqat bilan muomala qilgan bir do'stni topa oladi. Shuning bilan u shu do'st orqali izzat tuyg'usi his qila oladi. Uning bilan kuchlandi. Agar do'stingizdan ayrilib qolsa, yolg'izlikda, g'urbatchilikda, g'iribchilikda qoladi. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh shunday degan: insonning do'stlari o'lib ketsa, inson xor bo'lib qoladi. Shuning uchun do'stlar uchrashishi g'am qayg'ularni ketkizadi, g'amlarga tasalli bo'ldi. Hatto kofirlarmi Qur'on Karim ular haqida tilga olgandek bunda deydi qiyomat kuni: "Fama lana min shafi' va la sadiqin hamim." Bizga bugun bir shafaat qiluvchim yo'q, bir yaqin do'stim yo'q deydi. Chunki bu kofirlarmi do'stning sizning alimingiz, qayg'ungiz uchun g'am qayg'u chumadiganligini va qiyinchilik vaqtida yaningizda turib, sizga tasalli berib, yordam qildiganligini, siz bilan birga turdiganligini biladi. Alloh subhanahu va taolo ruhlarni har xil qilgan. Payg'ambar alayhissalom shunday degan: "Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha iktalafa va ma tanakara minha ikhtalaf." Ruhlar har turli bo'ladi. O'zaro tunishqani do'stlashib qoladi va o'zaro tunishmaganlar uchun ixtiloflashadi, ayrildi va do'stlasholmaydi. Mana bu hadisda inson tabiatidagi yaxshilik va yomonlikdan iborat o'sha tabiatlarga ishorat bor. Har qanday bir inson o'zining o'xshini yaxshi ko'radi, o'zining o'xshiga moyil bo'ladi. Qalblarning ulfatlashidan iborat bu ne'matningki qadr qimmatini o'lchab bo'lmaydi. Agar bir inson fazilatlardan, xislatlardan o'zi rozi bo'ladigan bir qarindoshni uchratsa, uni ching tutsin. Samimiy, vafodor bunda do'stni izlashdan ojiz kelgan kishi insonlarning ichidagi eng ojiz inson bo'lsa, shunda do'stni topganda qo'ldan berib qo'ygan kishi uningdan ojiz insondir. Agar bir kishining taqvodor, yaxshi do'sti bo'lsa, uning yaxshiliklariga erishidi. Mesela onundan bir ilmga erishidi, unutib qolsa uni eslatidi. Eslagani bo'lsa, uning yordam beradi. Do'sti qarab, do'stining sabit turg'ini qarab, u kishini sabit turdi. Yo'ldagi qiyinchiliklarga do'sti bilan birga sabr qiladi. O'zaro bir-birini haq tavsiya qilishidi. Val asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tavasaw bil haqqi va tavasaw bis sabri. Zaman bilan, asr bilan qasamki, insonlarning hammasi ziyon ichida. Lekin iymon etganlar, yaxshi amallarni qilganlar, bir-birini haq tavsiya qilganlar, bir-biriga sabrni tavsiya qilganlar buningdan mustasno. Agar siz mol dunyo va yoki farzand manfaat qilmaydigan, foyda bermaydigan shu kunda siz
mənfəətə erişməkçi bolsanız, faydaga erişməkçi bolsanız, undaqda mavi dünyada səmimi, sadaqatmən, taqvadar dost tutung. El-əxilləu yevmə izin ba'duhum li ba'din adu illel muttaqin. Dostlar o günü bir-biriga düşmən. Muttaqilərdən başqa deydi. Muttaqilər bir-biriga düşmən bolmaydı, bir-biriga əsqatıdı. Yəni birisi munda deydi. Yəni dostlarınki, yəni birisi munda deydi. Ya veylətə, leytəni ləm əttəxiz fulanan xalilə. Vay isit, mən palanı dost tutmağan bolsam deydi. Əgər siz başqalardan dost bolsanız, ularni yaxşı görün, ularni hürmətləng, xatalıqlarını keçirib eting, chiroyli sabr qiling. Hatto siz yaxshi kishilar bilan suhbatlash bo'lsangizmi, nihoyatda esil fazilatli odamlar bilan, yaxshi odamlar bilan do'st bo'lsangizmi, yanada sabrga muhtoj. Vasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum. Alloh taolo shunda deydiki, Rabbiga duo qiladigan, Rabbiga ibodat qiladigan kishilar bilan do'st bo'lgan vaqtingda, aralashgan vaqtingda sabr qil. Ular qarta bir yomon tushuncha bir qilishdan ehtiyot qiling. Qalbning sog'lomligiga hech qanday narsa teng kelmaydi. Agar ular sizning haqqingizda haqqini to'liq bermagan bo'lsa, sal qarg'an bo'lsa, uruliqqan bo'lsa yoki sal qarg'an bo'lsa, yaxshi oqibatlarni olib kelmaydigan, ularninki sizga qilgan muomalasiga qarab yaxshi oqibat olib kelmaydigan ishlarni qilib sanmang. Hadis shunday kelgan, iyyakum vaz-zanni fa inna-zanna akzabul hadis. Sizlar yomon gumonni jiroq turinglar, chunki bu yomon gumon degan so'zlarning eng yolg'onidir. Shunga do'stim dedingizmi, chuqum old bilan yaxshi do'stni tanlaysiz. Andan do'stingizga chuqum ishonishingiz kerak, ham do'stingiz qarta sizning samimiy bo'lishingiz kerak, vafodor, sadoqatli bo'lishingiz kerak. Do'stingiz sizdan yomon gumon qilib qoladigan ishlarni qilmasligingiz kerak. Ba'zi do'stlardan do'stlik munosabatiga uyg'un bo'lmagan ishlar sodir bo'ladi. Agar siz do'stlaringizning har bir xatoligi bilan hisoblashib o'ltasangiz, uzoq o'tmayla hamma do'stlaringizdan ayrilib qolasiz. O'zingizdan boshqa do'stingiz qolmaydi. Alloh taolo shunday degan, ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqinglar va sizlar sadoqatman, rostchil kishilar bilan bo'linglar. Ya'ni do'st olgan vaqtda shuna sadoqatman, vafodor, rostchil do'stlarni tutinglar deydi. Bugun ijtimoiy taratquv vositalarida, kanallarda va har xil aloqa vositalarida yangicha bir xil do'stlik shakllandi. Albatta, bu xil do'stlikda ko'pincha aldamchilik, boshqalardan foydalanib ketish qatorliq yolg'on do'stlik mavjud. Shunga bu do'stliklardan ehtiyot qilish kerak. Agar do'stlik er kishi bilan ayol kishining o'tirisi shakllansa, bu Qur'on Karim cheklagan oshni tutib olishdan iborat. Do'stlik, muhabbat bir manfaat uchun bo'ladi, yoki lazzat uchun bo'ladi, yoki fazilat yoki bir xislat uchun bo'ladi. Ammo bir manfaat yoki lazzat uchun tutilgan do'stlik bu sharaflik emas, sharafli xislat emas bu. Bu vaqt shunday deyilgan, man vaddaka li amrin walla 'inda inqida'ihi. Seni ma'lum bir ish uchun yaxshi ko'rgan do'st tutgan kishi bu ish tuganda sendan yuz o'riydi. Ammo fazilat uchun, insonninki esil xislatlar uchun do'st bo'lsangiz-chi, bu haqiqiy do'stlikdan iborat. Bunda do'stlik boshqa fazilatlarga o'xshash insonning nafsida mustahkam o'rnab ketadi. Har qanday vaqtda yaxshi meva berdi. Bunda do'stlik qo'rqinchli kishini botir qildi. Bexilni sexiy qilib o'tdi. Masalan, qo'rqinchli kishi do'stininki ahvoliga qarab, do'stini qutqizish uchun xatarga tavakkul qilib botirib ketdi.
Masalan, bexil do'stini qutqizish uchun o'xshashla o'zining mollarini chiqim qilib, sehi bo'lib ketadi. Shunga samimiy, mustahkam do'stlik bir insonda bo'ladi ekan, bir insonda o'rnaydi ekan, uning butun nojar axloqlarini o'ngshaydi. Alloh taolo shunda deydi: "Va allafa bayna qulubihim." Alloh taolo ularning qalblarini ulpat qildi, do'st qildi. "Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim." Agar sen zimindagi hamma narsani chiqim qilgan bo'lsangmi, ularning qalblarini bir yang aklab ulpatlashtirmaydi. Lekin Alloh taolo ularning o'ttirisini ulpatlashtirdi, ularni do'st qildi. Innahu azizun hakim. Alloh taolaning kuchlidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Shuning uchun qiyomat kuni bizga shafaat qilishi, bizga asqatish uchun biz bu dunyoda vafodor, taqvodor, samimiy, rostchil, dindor do'stlarni topishimiz kerak. Bunda do'stlarni topgan vaqtimizda qo'ldan bermasligimiz kerak, qadrlashimiz kerak, do'stlarimizning xatoliklarini ko'rsak, afv qilishimiz kerak. Ham biz shu do'stlarimizga sadoqatmand bo'lishimiz kerak, vafodor bo'lishimiz kerak. Ular bilan kulishdan kulib, yig'lashdan yig'lab, har qanday vaqtda ular bilan birga bo'lishimiz, ular tarafda bo'lishimiz, ularni qo'llab-quvvatlashimiz, shunda o'zaro yordam qilishimiz kerak. Bu diniy qarindoshlik, bu islomdagi talbidan iborat. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.